Qotillik haqida siz xabar bergan ekansiz. Bu voqea bo'lganiga qancha bo'ldi? Nari borsa 20 minut. Uyda edim. Birdan qandaydir o'q ovozi eshitildi. Keyin ketidan ayol kishining chinqirgan ovozini eshitdim. Avvaliga tushunmadim. Keyin tez kiyinib eshikni ochdim. Pod'ezd qorong'i edi. Darrov sizlarga keyin xabar berdim. Marhumalar ham shu yerda yashashadimi? Ha, 4-qavatda turishadi. Lekin Timurga qiyin bo'ldi-da. Buvisi bilan onasidan boshqa hech kim yo'q edi. Kim u? Shohstopaning farzandlari, 3 yoshli Timur. Bola hozir qayerda? Qo'rqib qolgan ekan, uyimga olib kirib qo'ydim. Siz hozircha bo'shsiz. Siz bilan yana gaplashamiz. Qiziq. Qotil nega ayollarni otib bolachani otmadi? Qurol bo'yicha ekspertiza natijalari chiqdi. Jasadlarning bosh va yurak qismiga o'q uzilgan. Qotillikni aniq bajarilganiga qaraganda yollanma qotil ishlaganmikan? Men ham shu fikrdaman. Agar tasodifiy qotil bo'lganda bunchalik aniqlik bilan bajarilmasdi. Demak, marhumalar kimlar bilan ziddiyatga borganligi, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni, hamkasblar, qarindosh-urug' barchasi haqida ma'lumot to'plash kerak. Voqea joyini yana qayta ko'zdan kechirish kerak. Qotillik bilan bog'liq birorta ham dalillar e'tibordan chetda qolish kerak emas. U yerda 2 kishi o'ldirilgan. Qotil aynan ulardan qay birini o'ldirgani kelgan. Ikkinchi qotillik tasodifiymi? Buni aniqlashtirish kerak. Marhumalarning qo'l telefonlari va voqea joyi atrofidagi kuzatuv kameralar nazoratga olindimi? Ha, tekshirilyapti. Qo'shnilaringiz bilan munosabatingiz yaxshimidi? Yaxshi? Tinchlikmi? Qay darajada yaxshi edi? Kirish-chiqish, qo'shnichilik. Barno Safarovaning xonadonida kimlar yashagan? Barno opa, qizi va nabirasi yashar edi. Shohist opa nimagadir turmush qurmadi. Lekin bittasiga aldanib farzandli bo'ldi. Siz o'sha yigitni biror marta ko'rganmisiz? Yo'q, biror marta ham ko'rmaganman. Siz marhuma Shohista Azimovani ko'pdan beri bilasizmi? Maktabda birga o'qiganmiz. Juda yaqin edik. Ikkimiz ham maktabni bitirib o'qishga kira olmadik. Keyin men turmushga chiqib ketdim. Shohista bilan oramiz bir muddat uzilib qoldi. Meni turmushim ham uzoqqa bormadi. Bitta farzandim bilan yolg'iz qoldim. Ota uyimda o'zimni ortiqcha his qilib, ijaraga uy qidirdim. Bir kuni ko'chada ovozingni eshitmasam tanimasdim, o'rtoq. Yaxshimisan o'zing? Qo'yningdagi shahzodangni topdingmi? Mani qo'y. O'zing yaxshimisan? Qizlik bo'lding deb eshitdim. Ering yaxshimi? Bilmayman.
Yurgandir go'rso'xda. Xotin ustiga xotin olib, meni uydan haydadi. Hozir onamnikidaman. Bu erkaklarni-chi, hammasi bir go'r. Shunga ham erga tegishga qo'rqaman. Mayli, siqilma o'rtoq. Bu yoqlarda nima qilib yuribsan? Ish qidirib yuribman o'rtoq. Tayinli bir ish topa olmayapman. Voy, men bilan ishlasang-chi, restoranda ishlayman. Nima ish qilasan? Voy, har qalay direktor emasman o'rtoq. Borasanmi? Boraman o'rtoq. Uyga pul olib borsam bo'ldi. Voy, buncha yaxshisan o'rtoq. Xo'sh. Keyin nima bo'lgan? Dugonamning aytishicha, bir kuni ko'chada uni mashina urib lat yegan ekan. Uni shifoxonaga olib boribdi. Xullas o'sha yigit bilan tanishib, sevishib qolishibdi. Uning ismi Davron edi. Dugonam ish tugashi bilan uchrashuvga yugurar edi. Yigit unga senga uylanaman, yaqinda sovchi jo'nataman deganda uni xursandchiligini ko'rsangiz edi. Siz o'sha yigitni ko'rganmisiz? Yo'q. Nazarimda yigitini qizg'anib, na o'zini, na rasmini ko'rsatmagan. Men ham ortiqcha tixirlik qilmadim. Unga baxt tiladim. Deyarli har kuni uchrashib yurishgan. Bundan xabarim bor. Nahotki yigitni ishxonadan olib ketgani kelganda biror marta ko'rmagansiz? Shunisi qiziqda, u hech kimga ko'rinmasdi. Dugonam ishxonamdagilarning oldida biron marta bo'lsa ham olib keting desa ham olib ketmagan. Kelsa ham mashinasidan tushmasdan uzoqroqda turardi. Buni sababi nima bo'lishi mumkin? Sababi keyin ma'lum bo'ldi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Tinchlik yaxshimi? Tinchlikka o'xshamayapti. Qani bir boshdan gapirchi? Sal mazam bo'lmayapti. Meni aldama. Nima gap? Gulzor Davron aka meni aldab homilador qilib tashlab ketdilar. Voy nomard. Sen ahmoq, nega uni gapiga ishonding? Axir uylanaman, sovchi jo'nataman deb qancha va'dalar bergan edi-da. Endi nima deyapti? Bu meni bolam emas. Sen mendan oldin ham kim bilandir bo'lgansan deb tuhmat qilyaptilar. Voy maras. Uyinimi, ishxonasinimi bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Bilganim ular katta joyda ishlaydi. Ish joyim maxfiy sir. Ayta olmayman degandilar. Aslida u uylangan ekan. Oilasi bundan xabar topishidan qo'rqib, bolani oldirasan deb meni qo'rqityapti. Sevgi seni ko'zingni qo'rqib qo'yibdi, dugonajon. Oyim bilsalar o'ldiradilar. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men bolamni oldirmayman. Uni albatta tug'aman. Qiz aldanib qolgan. Yigit esa uzoq yillar dom-daraksiz yo'q bo'lib ketib, nega endi uni o'ldirishi mumkin? Balki qotil mutlaqo boshqa odamdir. Qotil ham onani, ham qizni o'ldirganiga qaraganda bu ishga onaning ham aloqasi borga o'xshaydi.
Bo'lishi mumkin. Davron Ahmedov haqida ma'lumot to'pladingizmi? Davron Ahmedov qiz bilan shunchalik pinhona uchrashganki, ularni deyarli hech kim birga ko'rmagan. Nahotki qotil o'zidan biror iz qoldirmagan. Pinhona uchrashib yurganiga qaraganda sababi oilalik bo'lsa kerak. Gulzoda Kamolovaning ko'rsatmasiga qaraganda yigit o'ziga to'q bo'lsa kerak. Boshqa gumondorlarni ham surishtirdingizmi? Qolgan gumondorlar bo'yicha surishtiruv olib bordim. Xo'sh, Jinoyat sodir bo'lgan vaqtda voqea joyida bo'lishmagan. Bu o'z tasdig'ini topdi. jinoyatchidan birorta iz qolish kerak. Gulzoda, bugun Davron akam bilan aylanishga boramiz. Oyim kim bilansan, qachon kelasan deb necha marta telefon qildilar. Oyingni aldab bekor qilyapsan-da. Undan ko'ra yigitingni oying bilan tanishtirgani yaxshi emasmi? Davron akam oilari kasal ekanlar. Tuzalsalar sovchi jo'natar ekanlar. Ungacha gapirmay tur dedilar. Bu sirli yigitingni nimasidir menga yoqmayapti-da. Nimaga senga yoqish kerak-a? O'zimga yoqsa bo'ldi-da. Kel ikkalamiz selfie tushaylik. Keyin oyimga jo'nataman. Ko'ngillari xotirjam bo'lib, keyin telefon qilavermaydilar. Xo'p. Voy, megabaytim qolmabdi. Sen telefoningdan jo'nata qolaylik. Xo'p. Kel, mana bunda o'tir. Ana yubordim. Rahmat dugonajon. Mayli, men bora qolay, kutib qoldilar. Hali Mayli, yaxshi gaplashamiz, bor. xo'p, ko'rishamiz. Keling. Biror yangilik bormi? Ha. Mana buni bir ko'ring. Shoxsda o'sha kuni yigitim keldi deb mana shu mashinaga o'tirib ketgan edi. Lekin yigit mashinadan tushmadi. Bugun dugonamni eslab o'tirib, rasmga ko'zim tushib qoldi. Balkim sizlarga naf tegar deb olib keldim. To'g'ri qilgansiz. Yigitini topsangiz, biror ma'lumot olarsiz. Rasmni o'zimga o'tkazib oldim. Biror yangilik bo'lsa xabar berarsiz. Dugonamni qotili albatta jazosini olish kerak. Kerak bo'lsangiz yana chaqiramiz. Shoxsda Safarova bilan qanday munosabatda bo'lgansiz? O'zi oilali ekanligimni bilsa-da bo'ynimga osilgan. Men erkakman. U istagan narsani qildim. Qizni homilador qilib tashlab ketish ham erkakning shumi? Erkak. Nimalar deyapsiz? Tuhmat qilmang. Ustingizdan arz qilaman. O'zingizni bosing. Qo'limda dalil isbotim bo'lgani uchun shunday deyapman. Qanaqasiga dalilingiz bo'ladi?
Voqea joyidan olingan barmoq izlari sizni barmoq izlaringiz bo'lib chiqdi. Qaytgancha siz u yerda avval ham bo'lganmisiz? Bo'lmaganman. Biz isbotsiz gapirmaymiz. Mana bu ekspertiza xulosasi. Bundan tashqari siz voqea joyida yana bir guvohni tirik qoldirgansiz. Agar u tilga kirsa, pushaymon qilib qolmaysizmi? Tergov bilan hamkorlik qilish sizga berilishi mumkin bo'lgan jazoni bir muncha yengillashtiradi. Men ularni o'ldirmoqchi emasdim. Lekin shunga majbur bo'ldim. Qotillik sodir etishga sizni nima majbur qildi? Hammasiga Shohstaning onasi aybdor. Qizini gijgijlab mendan pul undirishga undadi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bir necha yil avval siz qizni arosat yo'lda qoldirib ketgansiz. U sizni ko'p izlagan. Ammo topolmagan. Ha, shunday. Men unga bir necha bor homilani oldirib tashladim. U ko'nmadi. Shuning uchun tashlab ketdim. Ammo nima sababdan oradan shuncha vaqt o'tib ularni o'ldirdingiz? O'tgan hafta ish yuzasidan shaharga keldim. Tasodifan Shohsdan uchratib qoldim. Ko'rmaganday o'tib ketishingizni qarang. Voy, haqiqatdan ko'rmadim. O'zing yaxshimisan? Bir bola bilan arosatda qolgan ayol qanaqa qilib yaxshi bo'lishi mumkin? Men senga o'sha paytda bolani oldir dedim. Shu paytgacha ergayim tegib bo'lgan bo'larding. Lekin men tug'dim. Bola esa sizniki. Demak, shu ishxonada ishlar ekansizda. Nuqul ish joyim maxfiy sir tutiladi derdingiz. Oyligi ham otni kallasiday bo'lsa kerak. Menga qara. Men senga oyiga 2 million berib turaman. Shu bilan yopiliq qozon yopilgicha qolsin. Yo'q. Qozon qopqog'i endi ochiladi. 3 yildan beri qora ish qilib bolamni boqyapman-u. Siz 2 million bilan qutulib ketmoqchimisiz? Bekorlarni aytibsiz. Ishxonangizga kirib, sharmandangizni chiqarib, alimentga beraman. Oyligingizni teng yarmini olaman. Bu bolamning haqqi bo'ladi. Bilasan, oilaliman. Bunday qilsang xotinim xabar topadi-ku. O'zingizga ham, xotiningizga ham tupurdim. Siz baxtli yashang-u, meni tilim qisiq, xorzor bo'lib yashayman. Tez kunda uyingizga suddan chaqiruv qog'oz boradi. Shohsta. Padaringga la'nat. Входящий голосовой язык. Плюс 998. Alo, eshitaman. Meni yaxshilab eshit. Men Shohsdan onasi bo'laman. Sen to'g'ringdagi hamma ma'lumotlarni bildim. Uy manziling, qaynotangning ismi sharifi, hatto oladigan moshingacha surishtirdim. Mendan nima istaysiz, opa? Qizimga uylanib, Uyimdan oq ko'ylakda olib chiqib ketasan. Alohida uy-joy qilib berasan. shar'iy nikohdan o'tib, birga yashaysan. Bolangga familiyangni berasan. Buni iloji yo'q. Mayli, qancha desangiz pul to'lay. Pulingni pishirib yegin. U ham xotiningga o'xshab baxtli yashashga haqli. Senga 1 oy muhlat. Uy-joy ol, to'y harakatini ko'r. Menga qarang.
Men puldan boshqa hech narsa qilib bera olmayman. Shohistani har kecha onasi kutib olishini bilardim. Ikkisidan ham bir yo'la qutulish maqsadida kirish yo'lagida poylab o'tirdim. Bir jinoyatdan qutulish uchun ikkinchi bir jinoyatga qo'l urdingiz. O'q otar qurolni qayerdan oldingiz? Qo'ldan sotib olganman. Tushunarli. Aytingchi, vijdoningiz qiynaladimi? Ishoning, qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Oilamdagilar xabar topishdimi? Afsuski, ha. Oilam barbod bo'ldi. Buni nopok yo'lga qadam qo'yishdan avvalroq o'ylash kerak edi.